Assalomu alaykum azizlar. Mana molni ikkita oyog'idan go'sht solib xolodets tayyorlashga niyat qildik. Hozir bularni yaxshilab yuvib olamiz. Oyoqlarimizni yaxshilab yuvib oldik. Endi sirli idishimizga, sirli kastrulkamizga qaynatish uchun solamiz va suv to'ldirib gazga qo'yamiz. Mana gazga qo'ydik, suv to'ldirib, bitta qaynab chiqqandan keyin suvni to'kib tashlaymiz. Bir marta qaynab chiqdi, hozir suvni to'kib yuboramiz. Kir suv bo'ladi bu. Hozir oyoqlarni yaxshilab yuvib tashladim. Mana yaxshilab yuvib tashladim. Kastrulkani yaxshilab chayib, hozir qaytadan qaynatamiz. Mana boshqadan toza suv solib, yana qaynashga qo'ydik. Bu 3-marta almashtiramiz xos suvini. Mana yog'lari chiqib ketgan. Mana endi bu suvni ham to'kib tashab, yana almashtirib yangi suv qo'yamiz. Bularni hozir go'sht bilan oyoqlarni yaxshilab yana yuvib tashlaymiz. Yana kastrulkasini ham yaxshilab tozalab oldik, yaxshilab yuvib tashladik. Endi tozalangan, yuvilgan oyoqlarimizni, go'shtlarimizni solamiz qaytarib. Yana sovuq suv bilan to'ldiramiz va yana qaynatamiz. Mana suvni yengiladik 3-marta. Endi bu oxirgi suvi. Endi bemalol tuzlarni, murchlarni, lavr bargini qo'shsak bo'ladi. Bunaqa tozalangan butun piyoz solamiz. Maza berishi uchun mana butun yuvib tozalangan piyoz. Lavr barga solamiz. Rangi tiniq chiqishi uchun baland olovda qaynatish kerak emas. Ko'piklarini yaxshilab olib tashlash kerak. Mana xolodetsimiz qaynayapti. Pastroq olovda qaynatamiz, sababi olov baland bo'lib ketsa, suvlari mutniy bo'lib qoladi, xira bo'lib qoladi. Go'shtlarimiz yaxshi xilvillab pishgan. Uzoqroq qaynatsak qanchalik, shunchalik yaxshi quyiladi. Xolodetsimizni suyaklaridan, go'shtlaridan ajratib olamiz. Olib keyin ajratib olganimizdan keyin yana qaytarib suvga solamiz. Xolodetsimiz tayyor bo'ldi. Sarimsoqlarni to'g'rab sovordik. Gazni o'chirdik. Hozir endi idishlarga solib qo'yamiz. Xolodetslarimiz tayyor. Idishlarga sovoldik. Mana pelalarga solib qo'ydim. Chiroyli chiqdi nazarimda.